Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 49 soniga xush keldinglar. Bugun biz hukumatimizning yangi texnika, ya'ni digital raqamli texnika tashviqot mudiri Mehmet Veli Turdi efendimni Yoshlar sadosi programmamizning 4-soniga iftixorlik bilan taklif qildik. Programmamizga xush keldingiz. Hoş bulduk. Rahmet sizga. Rahmat. Mehmet Veli bizning hukumatimizning yangi texnika, ya'ni Mehmet Veli Turdi efendim bizning hukumatimizning yangi texnika, ya'ni digital raqamli texnika tashviqot mudiri. Hukumatimizda yoshlar qadrlanib, eng ehtiyojli o'rinda, eng muvofiq xizmatda o'z rolini joriy qildirib kelyotidi deb qarayman. Mening deyishimning o'rni yo'qki, yoshlar bizning umid yulduzimiz. Yoshlarning o'tmishida ajdodi bor, kelgusida avlodi bor. Demak, yoshlarning ko'ruglik roli bor. Şu ulug' ajdodlarimizning ro'yini bizga to'g'ri yetkazgan, nurg'un yoshlarimizning qalbiga vatan, mustaqillik urug'ini tergan sobiq Cumhur raisimiz G'ulom Osmon efendimning yaqinda yozgan buning she'rini o'qib o'tishni loyiq topdim. Shirin arzu. Fantaziyalar burunqilardan bu bugünkidek bozor topganmi? Buni bilmasammi, bugun fantaziya emasdek fantaziyalar. Tilsimlardek tursumu chinlik tuyg'usi beradigan afsonalar. Suiqasd nazariyalari ko'paygandek his qilibmi qolaman. Deydilarki, zamon tunuli, yulduz kechki, uningdan o'tsa bilib berib qolarmish o'xshamagan bir davrga. U yoqqa o'tsa o'tmishga, bu yoqqa o'tsa kelgusiga. Shular rasmidi? Davitullo efendimning rasmiki sidek ishinib qolaman, xiyolim ketidi shu chig'ir yo'lga. Allah menga bir karomat ato qilsa, tersiga o'tsam zamon tunulidan berib qolsam Yoqubbek davriga. O'zim bilan billa ilib borgan bo'lsam hozir zamon qurollaridan. Tuzita olsam ashu tarixni doim yuragimni yeydigan. Afsuslik bilan lav ishlatgan istlarga turib bo'lmaydigan. Tuzita olsam orzuga uyg'un, ari yulduzga bir darvoza yassam mangu ichilmaydigan. Darvoza sirtiga zo'zuntan Legendlarning kallasini assam sharqqa qaratib, ashu Niyoz Hekimbekningmi kallasini assam, ammo uni darvoza kallasini olsam, ammo uni darvoza ichiga assam. Shularni o'ylab o'tib, yana efendimcha rasmiki deb qoldim. Xiyoldan bosh ko'targanimda, bu hayot, bu dunyo bilindi shuncha ko'ngilsiz. Buncha azob, buncha yurak yeydigan ishlar bo'lmasa desam, bo'lmoq kerakkan yog'ochdek arzusuz, hissiz. 2024-yili 29-sentabr Izoq Aryulduz degani Shingshingsha. Bu she'r to'g'risida mening gap qilishimning zinar o'rni yo'q. Yurikinglar vatan uchun so'qsa, to'miringlarda eqiyotgan inson qini bo'lsa, buningga so'z ketarmi? Vatan sevgisi, vatan davosining dasmoyisi. Mehmet Veli Turdi efendim shu o'tdek sevgisidan ko'ra ajoyib qizg'inlik bilan hukumatimizga ishlab kelyapti. Endi biz söz navbatini Mehmet Veli efendimga o'tinib beraylik. Xo'sh, Mehmet Veli efendim, o'zingizni bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz, marhamat. Bo'ladi, rahmat. Men Qashqadaryo tug'ilgan, to'liqsizni bitiruvchi butunlay muntazam uyg'ur tili maktabida o'qib chiqdim. To'liqsiz bitirgandan keyin Xitoylarniki kalla yuyish, bizning Sharq Turkistonniki kelgusi umidlik bo'lgan shu kishilarni olib kalashish uchun ishga kelayotgan bir qism bolalarniki men shu bir a'zosi bo'lib borgan, to'liqsiz bitirgandan keyin. Shundan keyin to'liq o'rtani ishga o'qigan bo'ldim. To'liq o'rtani bitirib, oliy maktabni shu yerda o'qidim. Oliy maktabni men shu 2001-yili borgan ishga. 2011 borgan bo'lsam 2015 to'liqni bitiribdim. Undan keyin 2009-yili 7-ayninki 2-kuni men diplomni olgan kunim. Biz shu jarayonlarda shu ingliz tilini oliy maktabdan boshlab o'qish tayyorlab, 1-yildan boshlab chet elga chiqib o'qishni niyat qilib ketgan. 6-26-si bilmay men shu viza olgan kuni to'g'ri kelib qolibdi. Bu yerga kirib inib keldik, kelsak
Bizning qo'shniqdagi bir Xitoy bo'ldim birisi. Maychga san ko'rsatgan narsa bor deb chiqib ko'rsatdi. U yerda Uyg'urlarni Gondongning Shaogaiga nim qilayotganini videoni ko'rdik. Keyinchi Xitoylar u video to'rdam yo'q debdi hamda. Ondan keyin shu 2009 yil 7 ayning 2si diplomni olib, evet, yo'lga chiqdik. Oliy maktab bitirib. Ondan keyin 7 ayning 4'te tushgan bo'ldik vatanga. Tushib, Urumchida turib, oldingi yillari men chet el ishlaylik qilish uchun 1,5 yil qaytmagan uyga. Az shu Urumchida do'stlar bilan bir ishga o'ynab, ondan keyin qaytay deb qo'ysam, uydagilar sen uyga kelmagan 1,5 yil bo'ldi. Biz sig'indik degan bo'ldi, menga ta'sir qildi deb gaplar. Shu kuni o'g'lim yo'lga chiqdim. Yo'lga chiqib, yo'llar shunaq normal, menib shu atishdan Qashqarga kirgan vaqtda yo'llar tozalashga boshladi. Nim bo'lganda deyishib. O yerdan o'tmay bir do'stim telefon qilibdi Urumchidan. Adash, sen nerede? Müşteri işi bulup gitti deb. Ondan keyin nim bo'lganini bilgan bo'ldim. Qaytib bir ishga o'tgandan keyin viza keldi. Vizani Amerikaga keldim 2009 7-oyda. Kelgandan beri shu vaqtdan bir yil barliq aloqalarni o'zib etgan. Zal ishi cho'ra qandaylarni hammasini his bo'lish mumkin. Aloqalashgan bo'ldik. Qanday o'tganimiz esimizda bor. Bu taqa 2009-yildagi ishlar. Shu ishlar bir ta'sir qilib ekan. Uni o'zi qo'limdan kelishicha hamda. Men bu cho'ng ishlarni qilib ta'riflamadim. Lekin qo'limdan kelishicha qanday qilsam millatimizniki kelgusi yaxshiroq bo'lar. Ashadagi o'lib ketganlarni qani bekor qilmasin deb tirishib kelgan bo'ldim. Yıllar o'tdi, oylar o'tdi, o'tib 2015-16 kelganda beshimiz cho'ng, uni jon boladimiz kelgan bo'ldi. Shu qisqacha javob bersam, men tug'ilib, to'liq o'tirdan boshlab ishga o'qib, bitirgan yil islom Amerikaga yenib chiqqan, magistrlik, asli PhD'ni o'qish niyatim bordi. Lekin bizning Uyg'ur bo'lmaqasa emaskan. Yoki bo'lmasa boshqa ishlardan kallamizni qarib qo'yib, boshqa nurg'un qiladigan Uyg'urlarga o'xshash. Beshimiz ishni tiqib ketsak bo'ldi ekan, yoki bo'lmasa to'xtab turadi, boshqa o'ylaydigan ishlar bo'ldi ekan. Shu ishlar bilan ishlab degandek o'tib kelyapman. Oldingi 10 yillarda Kaliforniyada yashayapman. Hozir 3-4 yil bo'ldi Texas shtatiga ko'chib kelgan. Hozir shu yerda yashayapman. Rahmat. O'zingizni yaxshi tanishtirdingiz. Siz to'liq taliylik birisi ekansiz. Nimishqa deganda del 7-oyning 4'i Urumchidan ayrilib ekansiz. Siz bu taqdirning undaq keldigini bilmaysiz. Agar siz bu yerda qilib, sizmi shu vijdoni qaynagan yoshlarga ergishib chiqqan bo'lsangiz, balkim siz bugun bu yerda emas. Allohning sizga buyurgan bir yeri ibodat qiladi. Endi siz nima vajidan bizning hukumatni tanladingiz? Bizniki shu qirg'inchilik boshlangandan keyin bizniki hozirgi tashqi ishlar ministri Sadiq Xudoyor apandimniki shu Amerikaniki poytaxtida 5-6 oy to'xtamay, issiq-sovuqlar qaramay namoyish qilishi, xalqimizning ovozini oltish uchun qilgan tirishchiliklari beklam ta'sirlantirdi. Shu vaqtda men bir hafta kelgan, endi birga bo'ldik, mo'ndashdik. Mustaq qayil qilarliq ishlar bor. Nurg'un yoshlarimiz garchi menda yosh bo'lsa-mu, men qilib bo'lmagan ishlarni qildi. Bu bir tarafi. Ondan keyin men shu 2009dan keyin boshqa qarindoshlarniki bir to'q tashishi bilan bizningki sobiq raisimiz G'ulom Apandimniki nurg'un siyosat tahlil qilgan, Xitoylarningki ba'zi o'yinlarni tahlil qilgan, videolarni ko'rgan, leksiyalarni anglagan. O'n qilgandan keyin ilgari shu kalomda ishlangan bu ancha
kalladan ötmedi, İngilizce doesn't make sense deymiz. Hmm. Kalladan ötmedi degan nurg'un ishlarniki javob topgandek bo'ldim. Hamda boshqa nurg'un bizningki har xil sohadagi ziyolilar bor. Ularningki tahlillari qarasa, xuddi BDT atogillam Xitoy jazolar Sharq Turkiston yapirdigandek. Haq qilib Lekin bizningki diyalogimizga mos kelib bo'ladimi rasga qilsam. U nurg'un taraflarda xalqaro munosabatga murakkab bo'ldi ekan. Uni e'tirof qildi, xalqaro munosabat murakkab, yana bir ikki kunda bo'ldigan ish emas deb. Lekin u manfaat nuqtasida nurg'un taraflardan qilib qo'ysa, G'olam Osmon efendimning qilgan tahlillari menga ba'zi boshqa ziyolilarimiz qilgandan beklik foydali bo'lindi. Endi buning tushunchamni qilsam, bo'yliqqa biz ashta bo'ldi ekan deb, chekib olgan odamga o'xshash xiyolning ichida undoq ishimiz peqirab o'sib o'tadi. Yoki bo'lmasa, ziyonliq bo'lsinmi, quliqimiz yoqmasinmi, ba'zi gap so'zlarni anglab to'xtab turar. Ma'noda qilsak, rost bizning millatimizga foydali ekan, mayli bo'lmasa ziyonliqdek turdi deb, shunga nisbatan tadbir ko'rsakmi, u boshqa bir yo'l endi. Agar yan bir yo'lda qilib qolsak, oqibati rasashil degandek chiqib, shuna xayrli ko'p qolsa, Alloh taologa ming marta shukr desak bo'ldi, lekin unda bo'lmay vaqt o'tib ketib qolsa. Lekin quliqimiz yoqmaydigan, ko'nglimiz yerim qildigan narsalarni anglab to'xtab turar, agar rasmiy ishtabulib qilib qolsa, qanday qilamiz deb, hozirdan boshlab shuningga tadbir ko'rib, men ishni to'g'ri topdim. Bu jihatda nurg'un tashkilotlar qaraganda bizningki birinchidan hamda bu bizningki Sharq Turkiston surgun hukumatimiz, Tibetlarninki Sharq Turkiston surgun hukumati bor, u eng nopozliq bir organ hisoblanadi. Hamda bizning mashtab bo'lish kerakdi, ham bizningki bor. Shunga bizningki Sharq Turkistonda qarqaysi millatlarning o'landi yoki shu besivilingan Sharq Turkiston hukumatininki tub manfaatidan qilib qarasak, men uchun Sharq Turkiston surgun hukumatining qilayotgan ishlari millatimizga ham foydali bo'lindi. Men shu yo'lni topdim. To'g'ri, rahmat. Haqiqatan siz degandek, Tibetning o'zining surgun hukumati bor. Bizningmi shundoq. Bizning hukumatimiz Sobit Tamalning yo'lini besib kelgan va besib o'tgan hukumat. Birdan bir to'g'ri yo'l. Siz to'liqsizgacha Uyg'urcha o'qib, undan keyin ishkirda o'qib ekansiz, to'liq o'ttirni va oliy maktabni. Shu mashinaqa bir sharoit ostida siz vatanda o'zimizning holidan, o'zingizning foyda dedingiz, Shogun voqeasi bo'lganda boshqalar menga shu videoni ko'rsatgan deb. O'zimizning holidan qanchalik xabardor edingiz maktabda? Bizning buni bilgimiz bor, shu ishkirda o'qigan bolalarningki o'zining holidan xabardormi emasmi degan. Shuni bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Bunun kese közümüzü sağlam açılan bolsak, her bir dokunuşta iş güçtüm uçacak durdu. Hem de bazılar şu derecede bir xil sulum besim könüp kalganmı. Yes kılanmamdı, yaki bolmasa, vay dep, meni qılmış haqladım karım deydiğen bir xil sallılıqı. Milli tuygusu kemçil model sevulunun konuliktek dişi mümkün. Lekin vatandan hem yedi uçacak durdu mesela. Meni chaqmagan yılan 1000 yıl yaşasın degandek deysiz. Doğru dediniz. Yani birisi bu sizin o Ürümçide işlep bakkan nurgullar var. Ürümçiden olmasın, ne olmasın, okşaş bir oranda birisi Uygur, birisi Xitay. Bolap kılıp kalsa, onun iki maaşı da işkesi bomba dediğen taktırdım. İşkesim köp buluş mümkün. İşkesi bomba dediğen taktırdım o. Çok $10,000 artık bir daha işler oldu. Bunun adlı bir misali, ben 2009 Türkçe kalma vakitte ben bu hizmeti bakay dep bağlan. Hemen şu İngilizceni hele kullanmak geliştiriş bilgen. Birinci İslam Xitay'ın CET4 dediğen 4. dersi ötep oldum. İkincisini ayıga bağında 6 demi ötep oldum. Şu üçüncü ise şu hizmet izgen bağlan vakitte kepken kilip onda karab Uygurluğumuz xudda çayımız karablam. Sen İngilizce ötdüğümü, 4'te ötdüğümü diyende, ben 4'te emas 6'da ötep bağlan dep cevap verdim. Qilip, onun için de paylaşıp qoysak. Onun için maaş kelgen vakitte
u Ürümçideki bir şirket, ismini çıkarıp düşünmeyeyim. Biz sana nima dedi, $4500 beramiz dedi ama şu 2008 ahirlari 2009 başladık işlerdi. Beramiz ana mundaq, lekin Xitoylar berib qo'yib qolsa, ularga bexatarlik haqqi deb $1500 qo'shib berdi ekan. Manga 4500 o'xshash, masalan 4 daraja olgan bo'lsa, Xitoydan bizga bizning ayaga taqa, bizning qaloq yerlarga berish xalab qilib qolsa, ularga 1500 qo'shib, ular 6000 oldi ekan. O'xshash yiliqi seviyasimachilik bormi yo'qmi emas. Ashta qildi ekan. Sizning Bu beshingiz bir misoli, bunda ishlar bek ko'p. Bizning xalqlarimiz ya bo'libdi deb yiliqi mehribonligidan, ko'ngilning yaxshiligidan bunday ishlar bo'libdi deb kelib, oyog'ida mushkul qoldik. Açtaq işlarımı bek könüp getipdi. Bunday işlar bek köp. Mening yana bir do'stim vardı, yaqin do'stim, kichkimizdan bir ko'rib cho'ng'andikidek. U bola tibbiy maktab o'qigan, tibbiy universitetida emas, tibbiy maktab. O'qib, shu bir kinishga oldigan ish bor ekan, u imtihonni o'zi Qashqadaryoda ekan asli. Bir tizim qoldiraysa, sen bu yerda tizim qoldiramaysa, Xotang birib tizim qoldirib kelsan degan ashtaq qilishni debdi ekan. Bu imtihonning o'zi Qashqadaryoda, u bola Qashqadaryoda yashaydi, Xotang berib tizim oldirib keldi ekan, o'ndan ekan imtihon berdi ekan. Bu bunday ishlar bek ko'p. Masalan, ba'zan bek yo'llari ma'lum bo'lishi mumkin. Pasportlarni bir telefon bilan yo'lda qilib chiqara oladigan. Lekin 190% Uyg'urlar ozgan 4-5 yerga yugurib, pamo bostirib, unda qilib, ish kuchi odamniki Marga qaytib kelmasa, meniki uyamdan amın tatib oldigan imzo qo'yib chiqarib turdi ular. 90% Uyg'urga oz deganda. Shu nurg'un emiyalarda bor. Endi uni nurg'un kishilar ko'mas soldigan yoki shu darajada iliqi siz tibbiy saada iliq narkoz qilgan bir o'quvlarimiz bor. Ashta xo'rliqlarni, ashta kamsishlarni ular iliq sezmas bo'lib qolgan bir yerga kirib qolganda ishlar bor shu. Rahmat. Bu amaliyotda bizning bevosita uchrashganimiz bu eng muhim bir information bo'ldi, bizga bir uchur bo'ldi. Chunki har qanday Sharq Turkistonlikniki Xitoyning oldida kamsitilishi mutlaq bu, muqarrar bu. Biz o boshqa narsani so'zlab yurmasakmi, siyosatni tushunmaydigan, tarixni bilmaydiganlar bo'lishidan qat'iy nazar, Sharq Turkistonda yashaganlar, Sharq Turkistonlik Xitoy emaslardan bo'lsa, buningda cheklash, yaklash, kamsitilish hammasi bor. Buni siz o'zingizning tushunganingizni dedingiz, oddiy ishlar bilan. Bizning davrimizdami shu chog'dan bor edi, o'xshashlar. Biz tarafga borganlarga mukofot bilan, yaxshi ta'minot bilan borganini deydi. Biz o'zimizning vatanlik tursak, bizga undaq ish yo'q-da. Bizda xizmat topolmaymiz-ku, mana shunday ahvollar. Sizning deganingizdan biz buni tafsiliy tushundik. Elim endi o shu chog'dagi ishlarga hozir uningdan natijasi ortib, endi uni demakmi tas bir holatda endi. Siz endi Amerikada turib, Kaliforniyada, undan keyin Teksasda turib, hozir bizning hukumatimizga ishlayapsiz. Garchi yo'limiz to'g'ri bo'lsa-mu, Amerikada atrofingizdami bek qizg'in qo'llashni ko'ra olmaysiz. Hukumatimizga bo'lgan hujum hech besiqqini yo'q. Shundami bunda tarsaliq bilan o'z aqidangizda turishni bir aqloniq deb qaramsiz? Endi siz muhojirsiz. Aqlona degan nisbatan bir nisbatan kishilarniki tushunchasi o'xshashmaydigan bir hukmkan aqlon degan. Endi men bilan aloqalashgan, men bilan paranglashgan nurg'unlarga ey millatimizni mushtamsha kunlarda o'tatidu deb qo'ysa, o'lning asosan hammasi qo'shildi. To'g'ri rasmishda bo'ladi deb. Unda bo'lgandan keyin nima ish qilmishda bir mandaq ishlar tas bo'lsa-mu, rahatsız his qilsaqmi, lekin o'zimiz rahatlarni yana qo'yib qo'yadigan shu bo'lsa-mu, undan mayolmasa qilmamdi desa, ey sen tushunmaydi ekansan deb turslab aqlliqlashib ketadi nurg'un kishilar. Mandaq qilmamsa, andaq qilmamsa, mandaq qilsang foydali emasmi, andaq qilsang unda bo'ldi deb shu aqlliqlashib ish yutib ketadi ekan. Undan his qilganlarim o'lninki indoctrination deymiz-ku, kallasi yuyilish deb. Ondan sen ular cho'qimlam yüz e'tirof qildi, kim narsa o'zancha taxamandaq deb ketdi. Lekin haqiqiy bir millatga ko'nadigan ish bo'lsa, masalan bizning hozirgi millatimizni yapılarning bir ishi qo'yib boqayli,
nemislarning bir şey qo'yib boqaylik, germanlarning bir şey qo'yib boqaylik, franslarning bir şey qo'yib boqaylik, ruslarning bir şey qo'yib boqaylik. Biz qilayotgan nurg'un ishlarni ular qila bo'lmaydi. Men shuni atayin. Ular emas, Vyetnamlik, uyarlik, Filippinlik deydiganlarni qilishni atayin. Olim nurg'un ishlar qilish mumkin, lekin bir yerlik bo'lgan to'xtab turib, mening millatimning manfaati, davlatimning manfaati deb oldi qo'yish mumkin. Oldi degan millatlar o dunyo so'rayotgan millatlar. Birinchidan u uchun qomida, ikkinchidan qilishini atayin. Shu uni misol qilib. Chunki ularda o'ylamag'achqa uchun qolmaydi ekan. To'g'ri, to'g'ri. Shu endi bizning tariximizda coğrafiyalik moydan sababi bilan nurg'un ishlar ishimiz o'tib ekan. Barbara endi nurg'un cho'nglarga o'xshatgan, masalan bir olmaliq bog'ga kirdik deyli. Birinchilab yegimiz keldigini eng suluq, cho'ng ko'ringan, eng chopishqanlari, undan unilib, eng ayg'ida undan ishib qolgan ishlim yana tanlab, ba'zilarini balkim yemay tashlab qo'yishimiz mumkin. Endi bizniki oz deganda 300 yillik mushulik mustabidlik tariximizda bizning ashtaqiliq suluq, g'olliq ashlar nurg'un aqlliq, dunyodagi boshqa hech qanday qilishmaydigan kishilarimiz Xitoylar yoki boshqa millatlar to'xtamay o'ltirib keldi. Asli Әміз ойғынып, бұрымызды дәстірсақ болады, lekin олныңки ақылланлық білән қиғашлары жим тұрылышы талаш болыпты. Шоң bu yerdelikki мен өзім, şahsen özümninki her xil müşü, hemimiz her xil muhiti çoğun oldu ekemiz, her xil muhiti tutuldu ekemiz. Mesela siz müşkirde okudu ekensiz, ben okudum, lekin sizin körgen qiyğaşlarınız, men körgəşlər bilən başqaça buluş mümkün. Siz nurgun eski qiyğaşlarını men eski bulamağın buluş mümkün. Men körgen bəzi bir şey ötkəşlən, belki sizin bir şeyinizin oxşaş ötkən buluşun atayın. Menin qəşəm qadam yapıp gəlgən muhitlərini qılıb qıysam, men qandal bulmuşsun. Bu dünyada özünün vicdanı olması keldiğen, şu qo'limdan kelishganda millatim uchun bir ishlarni qilib o'tishni to'g'ri topdim. Shunga men uchun aytganda hozir tanlagan yo'lim aqlani yo'l endi. Rahmat, rahmat. Bu yo'lninki bedeli bor, jafosi bor, hatto jon bilan bedel berishimiz mumkin. Lekin bu yo'l xuddi G'ulom Osmon afandimninki bayqish she'riga o'xshash aqlani yo'l. Bu bizningki nurg'un dardlarimizning, pushaymonimizningki natijasidan kelgan yo'l. Agar Bu şey mumkin bir kız kıstırıp koysam ki bazı belirtip kaldım. Rahmat. Cinimizle bedel belişimiz mümkün dep sordunuz. Lekin biz açtaq bir kunlar kelib bizningki jinimizga Xitoy tahdidlashga yoki açtaq birini eski qalmoqdimiz. Demakchi Xitoy texim bek qo'rqqan vaqti. Hozirgidek qo'yib bir qildi degan gap desa, xuddi bizning yo'llanishimiz mayanga biz ayan qarab mang'an ekan, ha bo'ldi, ketiver deb qilgan o'xshashlar ishlarchu. Taxmindan qilib nishonimizni to'g'rilab mang'an vaqtda Aşağı bir kunlar kelgan vaqtda demakchi, biz to'g'ri yo'l emas, to'g'ri yo'lni men o'tib deb qarsak. To'g'ri. Men Rahmat. Hamda hukumatimiz o'z insonlarning safosini yuqori ko'tarish uchun yaqinda bir yurish tur darslarini o'rlashtirib, nayt zich shanba yakshanbalarimiz shunda aldirash o'tyotdi. Bu o'rganishdan, bu tur darsdan rozimisiz? Unum bo'ladimi? Maqsad shu hukumatimizning Men shaxsan bek rozi bo'ldim. Nurg'un safosini ko'tarish. Marhamat. Menimcha hozir shu hukumatning ishidagi xodimlarniki har tarafdagi universal ashaq bilimini oshish uchun bo'ldi, lekin keyincha sharoit yuz berganda boz xalqimizning hammasiga qo'limizga kelishicha ashaq uyg'otish ilgana qilib harakatlarini taqim kengaytirsak yaxshi. Hamda u keyingi planlarning bir qismi shaklda ilib olsak bo'ldi. Men shaxsan shunday xush bo'ldim. Hozir ilib borayotgan ishlar. Rahmat. Chunki bizningki hukumatimizning safosi to'g'riliq nurg'un gaplar borchi. U quruq lap bilan, quruq gap bilan emas, o'rganish bilan, amaliy ish bilan o'tadi. Biz bu programmani o'rlashtirgandan keyin shanba yakshanbada vaqtlarimizni qurbon qilib, nurg'un narsani o'rgandik buningdan. Hatto ba'zida 4 dars bor bir odamga to'g'ri keladigan. Shularning hammasi siz bo'libmi? Hamma darsga to'liq qatnashib kelyapsiz. Bu safa bu degan gaplar to'g'ri chiqib o'ltirib so'zlaslar bo'ladigan ish emas u. İşte o'rganib, amaliyot qilib qo'lga keltirgan narsa. Boyimsiz dedingiz, hukumatni tanlashingizda Solih Xudoyorning amaliyot qilayotgan ishi G'ulom Komninki ko'rsatgan yo'lini tanlab, ha bu shundoq keyin deb keldim.
Bu əməli bo'ladigan ish. Hamda hökumətimiz Sharqiy Turkiston sürgün hökumatini boshqalarninki sundirdigan, qarlaydigan, yo'qqa chiqaradigan har xil bir bo'htonlarga qarata bir bayonot bergan edik. Mush to'g'risida qisqacha tushuntirib o'tgan bo'lsangiz, biz bu bayonotni berdik. Siz qanday qaraysiz bu bayonotga? Menimcha bu bayonot yaxshi bo'ldi, lekin yuz bermasin bo'ladigan ishlarning birisi endi. Bu hozirgi masalan hozir bizning eng cho'ng duch kelayotgan xrizisimiz nima? Bizning bishimiz kelayotgan eng cho'ng balo nima? Shuni o'ylash to'g'ri keldi. Bu niyati durust degan taqdirdami, mandaq vaqtda bizning yandagi cho'ng ishlar qaratmay, mayanda zurriyati bo'lmagan ishlarni chiqarish men bir aqlani ish emas deb qarayman. Lekin hukumatimizning mushtaq bir bayonot berishga to'g'ri kelganligini vaziyatning talab qilganligini to'g'ri tushuna olmayman. Asli yuz bermas bo'lgan ishlar biz asli shu diqqatlarimiz boshqa yoqqa qaratib zehnimizni texmo mo'yim ishlar qarasak bo'lgan. Lekin nimishqiki mushu ishlarni qilishga sebepchi bo'lganlarniki buni tushunmagidek odamlar emas, bir nechalarni ko'rgan kallis shundoq o'tkir ashtaq aqlliq kishilar ekan. Lekin bu qilayotgan ishlari menimcha men shaxsan to'g'ri topmadim. Hökumətimizningki bayonotni berishi hökumətning qanday bo'lganligi, tashkilotning qanday bo'lganligi. Bizningki mustaqillik yo'lidan hech agimay ketayotganligimizni tushuntirgan bayonot. Uning sizmi aniq bo'lishi kerak. Hökumət xalqning irodasiga vakillik qilib ketyapmiz. Bizning dushmanimiz bir Xitoyga, shuning qarshi tursak yetib oshadi. Ammo aqlliqlarning kallasi boshqa ishlab ketgan bo'lsa, vaqti bizga qartilayotgan o'xshaydi. Sizning tushunishingiz menga o'xshash ekan. Endi bu namoyish deymiz, da'vo deymiz, buni qilib turib o'rgandik ekanmiz. Masalan, menmi Amerikaga yangi kelganda davomli Xitoy konsulini oldiga berib konsulxonasini namoyish qilatdik. Undan keyin ularning davlat bayramida namoyish qilatdik. Mana hozir biz hukumat buni o'zgartib 12-oktyabr davlat motam kunimizda namoyish qilishni bekitdik. Hem biz namoyishni o Xitoyninki o nemisini oldiga bormaymiz-da, konsulxonasining buniki. Biz Amerikaning davlat apparatlarini oldiga, White House'ning oldiga, Kongressning oldiga degandek berib qilyapmiz. Bu bir o'zimizningki qarshi bo'yicha bo'lganda, tonishimiz bo'yicha bo'lganda bu bir yuksalish. Endi siz bu 12-oktyabr bizning qilmoqchi bo'lgan Amerikada qilmoqchi bo'layotgan namoyishimizga qanday qaraysiz? Bu to'g'ri bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Shu namoyishning o'rnini bekitish kelganda bu meniki eng qoyil bo'lgan yerlarim shu hukumatimizniki bizniki tashqi ishlar ministri Salih Xudoy apandimning qilayotgan ishlari o'rinlari bo'ldi odatda. O Xitoylar o'zining nima qilayotganligini uqdi. Xitoylarning qaysi darajada qilin dafshaq ekanligini uqamiz. O'li birib deb bersa, o'lniki to'xtab turib namoyish qiladi deb o'zgarishni atayin. Ba'zi chiqqan xabarlar qaraganda Xitoyning o'rnatgan derazalardan ovoz o'tmaydi ekan. Demakchi u yerga yurib qo'ysa, ichimning qonoldigandek ovozdan ichki kirishini atayin. U yerga bir ko'rdi degan qanday odamlar desa, Xitoyga bir viza olmoqchi bo'lganlar, Xitoyga qanday odamni viza oldi desa, har xil sabablardan Xitoyga omroq yoki Xitoyning bunda ko'ngilda mayli bo'lgan odamlar. Udan bir bayonda ma'munda deb qo'ysa, xuddi bir hukumat bor deb turadi, qo'pib deb hukumat emas bir yomon so'zlagan birodarimiz. Voy madam mandaq deb bersangiz qulqingizni yoqamdi u. O hech qanday menimcha siyosiy ahamiyati yo'q deb qarayman. Menimcha bo'lsa, ashtaq Oqsaroyning oldi, masalan New Yorkdagidek ashtaq Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki nurg'un davlatlar ko'rdigan, Capitol Hill deb qo'ydi, Amerikaninki davlat majlisi Uyg'urcha desak bo'ladimi? Palatasi. Amerika palatasi joylashgan shundoq yerlarda qilsak, siyosiylar ko'rdi, uning tuyulib ko'rishmoqchi bo'lganlar ko'rdi, to'xtab turib, mana ovozlar bor ekan deb uning huquqiga kirdi. Menimcha uningki ilib kelgan siyosiy ahamiyati Xitoyninki ovoz o'tmaydigan derazaga qarab
Xitoy avamroqlarningki qulqu yetkizgandan ahamiyatliroq bo'ldi deb qarayman. Bu 12 dekabr qildigan bu namoyishimiz oktyabr. Bizningki davlat matam kunimiz, Xitoylarning besib kirgan kuni. Buning ahamiyati albatta 1-oktyabrnikiga o'xshamaydi. U Xitoylarningki o'zining davlatining tug'ilgan kuni, qurilgan kuni. Ammo bu kun bizning matam kunimiz. Biz o'zimizning matam kunini unutib qolsak, bu nomus bo'ladi. Chunki Xitoylar shu kuni bizning davlatimizni qo'limizdan tortib olgan. Bu kuni biz matam bo'lgani uchun biz chiqib namoyish qilamiz, o'zimizning irodasini aks ettiramiz. Bu davlat mening edi. Sen buni qonunsiz tortib olding, sen tajovuzchi deganda biz deymiz. Bu da'vo bo'ladi. Mushundaq da'volarda faqat o'zini ko'rmaydiganlar hukumatga buni deb ish yuritadi. Xo'sh, hammamizningki agar irodasi bir bo'lsa, mustaqillik bo'lsa, kelinglar da'voga. Mushta ishni tan qilaylik. Nemishqa ishti yo'q, gapda bor. Men mushuni demoqchi. 12-oktyabr oldimizga chiqamiz. Hamda mushu namoyishga Amerikada imkoniyati bor har qanday odam bo'lsa, namoyishga chiqishini umid qilamiz. Chunki bu o'zingizning insonlikni bildiradigan, irodasini aks ettiradigan kichikgina bir badal. Faqat namoyish chiqsiz xolos. Bundan cho'ng badal olmaysiz. Andaq ekan namoyishga Amerikada yashayotgan yoki bizning atrofimizda Kanada olamda yaqindagilarning hammasini biz taklif qilamiz. Marhamat, namoyish ko'rishaylik. Endi biz bu programmamizda rost gap qilamiz, chin gap qilamiz. Biz cho'ng gap qilmaymiz, lap atmaymiz. Bizning yurak so'zimizni ko'rinmanlar anglasa bo'ldi. Hozir bizning ko'rinmanlarimiz aqlli bo'lib ketdi, oqqarni farq etadigan bo'lib ketdi. Agar bizning gaplarimiz ta'sir qilsa, bizninkini to'g'ri desanglar, qo'llasanglar, share qilib qo'yinglar, buni hambarlab qo'yinglar. Endi bu programmaning oxirida men xuddi G'ulom Osmon apandimning she'rida deyilganidek shirin orzularni qilib vatan ishqida yashaymiz. Vatan da'vosi, vatan uchun ish qilganlarni bosh qilib ko'tarib, vatan dushmanlarining yurgiga xanjardek sanchilib o'tish edi asli. Afsus, G'ulom Osmon apandimga va hukumatimizga bo'layotgan va bo'ladigan hujumlarni ko'rsak, dushmanimiz kim edi deb savol so'rab qolamiz. Bir she'rda mundaq deyilgan: Paloq puluq, sharaq shuruq, jarang jurung. Ovozlar chiqyotidi talada. Yana nemish bular? Uyimning eshigini buzib kirarmi? Putimga kishan, qo'limga ishkal silib, meni tomga qartib turg'izib qo'yarmi? 10 yillik xonadonimni vayron qilarmi? Kitob ishkavimdagi sirilma karvat ostidagi barliq kitoblarimni ko'ydirib kul qilib etarmi? Bir pay o'q bilan mingamni chuvib etarmi? Beqinimga bir pichoq, 2 pichoq, 3 pichoq salarmi? Gal ustirda bo'ynimni qushqashning bo'yni uzgandek o'zib etarmi? Ish qilib qo'lidan har balo kelgurlar, yalmab yutqurlar, nafsi balolar bular. Bulab ketadi, tutib ketadi, etib etadi, chepib etadi, so'ltib etadi. O'zim baqqan ishtilaga o'z go'shimni taltib etadi. Buni bir shoir yozgan ekan, bu 2016 yildagi ahvol. Bizning xalqimiz izchil mushundaq kunda yashayapti. Uningdan battar kunda yashayapti. O'zining hayoti ega olmaydigan, har zaman mushundaq vahima ostida yashayapti. Vaqt munosabati bilan programmamiz mushada oxirlashadi. Dushmanimiz shu tajovuzchi Xitoy. Yana bir qitim qarindoshlar, qiladiganimiz bo'lsa, vatan uchun qilaylik. Hammanglarning mushvaqtiga rahmat. Mehmetali Turdi apandimning vaqtingizga rahmat. Hammanglarningki mushvaqt xayrli bo'lsin. Allohga omonat, xayr xo'sh.